Bugün sizlarga quvvatli, tabiiy, sog'lom bo'lgan qo'noq pechesini olib keldim. Qo'noq pechimizga kerakli materiallar bo'lsa, qo'noq uni 750 gram, odat kun 550 gram, süt 650 gram, sumay 425 gram, soda 10 gram, poda 10 gram, şeker 500 gram. Hamda şeker, sumay, süt, soda, poda 5'ni bir qachoq tüküp, mush şeker erigicha aralashtirib olamiz. Mana şekerimizni erib, qiyamlarimizni tayyor bo'lib qoldi. Endi ma tayyor qilgan qo'noq unimiz bilan odat tukunni ikkisini aralashtirib, asta-asta ma qiyamga tüküp xamir yo'g'iramiz. Yo'q vaqtimizda unni bir xil tüküp etmaymiz, azazdan tüküp aralashtiramiz. Mana xamirimizni yo'g'irib tayyor qilib oldik. Xamirimizni yo'g'agan vaqtimizda intayin silliqlik bilan yo'g'iramiz. Pek kuchtalab qilmaydi ma pechenning xamiri. Hamda shakl kirgizishni boshlab ketamiz. Avval ozroq un chechib olamiz xamirimizdan tagiga. Nurg'uchimizni yeyib qilib bilan kesib olamiz. Qo'noq pechenimizni to'pisini shakar bilan bezib oldim. Chunki cho'nglarimiz, balalarimiz asosan shakar piraniki bek omroq va qo'noq piranikni shunga men shakarli qildim. Shakarni bek yaxshi ko'rmaydiganlar ash tabiiy qilsanlar bo'ldi. Mana qo'noq pechenimizmi pishib chiqdi. Shunday yeyishlik bo'pti. Odatda men qo'noq turdagi nondaymiz pishiriqlarni asosan cho'nglar yaxshi ko'rdi, lekin meni balalarmi, yoshlarmi yapaqsanlar bo'ldi. Og'zimga kirgich erib ketdi.抖音